Chempion. Oka gapi o'ylagan, mardon o'yin bo'lsa. Rahmat katta. Çek. Alesna. Selam aleyküm. Gelecek şampiyon. Yürüyorlar. Hocam. Açın. Tebriklerimiz. Bobda dinle. Charchamasizmi aka? Zo'r chiqdingiz lekin, mana birinchi marta mana Nursulton Ro'ziboyev UFC'ga olib chiqdilar. Bekzod aka mana Ozarbayjonda bo'ldi, Amerikalarda bo'ldi mana janglari. Nega siz avvalroq shu Amerikalarga borib Nursulton Ro'ziboyev bilan sekundant bo'lmadingiz? Hamma narsani vaqt soati bor, vaqt soati endi kelgan ekan. Bordik endi, xudo xolasa bundan bag'i shu Amerikaga ham chaqirishyapti. Xudo xolasa nasib qolgan bo'lardi, endi o'zimiz sekundantlik qilib o'zimiz olib chiqamiz, xudo xolasa.
Endi o'sha katta janglar mana bu yog'iga reytingli janglar bo'ladi. Asosiy tayyorgarliklarini qayerda o'tkazadi? Va Amerikadami yoki o'zini Sharxondagi zalda? Xudo xolasa O'zbekistondaligida o'zimiz zalimizda tayyorgarlik qiladi. No, asosiy trenirovka qiladigan joyi endi baribir Amerika Top Teamda hozir u yoqda Markes zalini o'zgartirgan, Amerika Top Teamga kelgan. Shu yoqda tayyorgarlik qiladi. Xudo xolasa bo'yidan oldin vaqtliroq borib shu birgalikda tayyorgarlik qilamiz, maslahatlashib. Biz avvalgi janglarga qaraganda Nursulton Ro'ziboyev bu jangida boshqacha o'z paraxodlarga kirib, o'sha oyoqlarini chalib, yiqitib, o'zlari harakat qildilar. O'sha zalda almashuvi ham foyda bergan deb o'ylaysizmi? Balki zalda almashuv, keyin bo'yidan oldin o'zimiz ham maslahat qildik. Oldin Savmishim bilan Balivoy ular bilan bir 20 tadan oshiq bo'yda yutgansan. Nima deysan, kurashib ko'rsen deb bo'yidan oldin bir gaplashib qoldik. Moment bo'lib qolsa kurashaman dedi. Shu moment bo'lib qoldi, kurashdi. Nasib qilgan ekan Savmishim bilan. Adashmasam Saperniki bironta bo'yini dastroshni yutkazmagan ekan, ochko bilan yutkazgan ekan. Birinchi marta bunaqa finish bo'lishi Savmishim bilan Balivoy bilan yutib qo'ydi. Mana shu UFC'da mana birinchi marta o'z sekundant bo'ldingiz. Shu UFC haqida gapirib bersangiz, qanaqa sharoitlar qanaqa ekan? Sharoit уровень endi haqiqatan rostdan ham besh уровеньda ekan. Hamma yo'g'i oddiy kichkina narsasidan to katta narsasigacha e'tibor berishlari, bayis tayyorlashi, buni tarozigacha bo'lgan jarayoni, o'z ovqat beravesining nimasini ko'rib, tarozidan keyingi bo'lgani bo'ydan oldingacha e'tibor, har bitta narsaga ahamiyat qilib, уровень baribir boshqa ekan. Yaxshi, xudo xolasa qolgan O'zbekistonda bayislar ham ko'proq o'zbeklar urushsa baribir yaxshi, o'zimiz bayislar UFC'ga o'tgani yaxshi. Baribir dunyoning birinchi nomerli ligasi. Shunga xudo xolasa qolgan o'zbeklarimizga ham omad tilaymiz. Hozir xabar topdik, Mashrabjonni yangi jang o'tkazar ekan. Xudo xolasa. UFC'da bo'ladimi deb o'ylaysizmi yoki boshqa ligadami? UFCgacha adashmasam bitta ikkita jang o'tkazadi. UFC ham aniq bo'lib qoldi. Hozir oldindan gapirmaymiz, oz qoldi. UFCda ham xudo xolasa shu yil ko'rib qolasizlar UFCda. Nursulton Ro'ziboyevni keyingi raqiblari kim bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Menejerlar bilan gaplashib, shu top reytingdagi jangchilar bilan. Endi bo'yda kecha o'tkazdik, endi mana bugun yetib keldik. Top 10 talikdan kimni bersa ham bo'laveradi. UFC kimni raqib qilib beradigan bo'lsa, xudo xolasa UFCni top 10 taligidagi har qanday bayis bilan urushga tayyor. Tayyorgarlik qilib borsak, hammasi bilan urushga tayyor, xudo xolasa. Do'stlar, mana Bekzod akam bilan intervyuni oldik. Xudo xolasa yangiliklarni kutib qolamiz. Bekzod aka, sizga ham rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Omad. Mana assalomu alaykum. Aka, g'alaba muborak bo'lsin. Rahmat aka. Biz kutdik 3 raund bo'ladi deb, shu bir adashmasam bir 10 yil avval shunaqa g'alaba qozongan edingiz, bo'g'ish uslubida. Mana 10 yildan keyin mana shu g'alabani yana orqadan bo'g'ish uslubida g'alaba qozondingiz. G'alabangiz haqida gapirib bersangiz. O'zimiz ham bu bo'yda og'ir bo'ladi deb kutdik. Shunaqa 3 raund UFC'da ikkita yutqizgan bo'yda hammasida 3 raund urishib, pachkam yutqizgan yaxshi bolalar bilan. Endi prosta biz ham oldindan shu oldingi eski bo'ylarimizda ko'pida shu balivoylar, bog'ir tushish usullari bo'lgan. Shu trenerim da esidan chiqarmay bo'lardi dedi. Bir qilib ko'rdik, попробовал qildik, bo'yda o'xshab ketdi. Siz mana UFC'da 4 ta g'alaba qozondingiz. Hammasi yaxshi janglar bo'ldi. Endi bunda boshqacha uslubda chiqdingiz. Murabbiylar qanaqa taktika qilishdi? Avval boshqa murabbiy yurardingiz. Taktika yo'q. Taktika o'zi stoyka bo'lgan. Stoykamiz yaxshilik uchun stoyka qo'yilgan. Lekin parterda bilamiz, prosta sapernik kirmasa ishlamasdik. Bunisida o'zimiz bir ishlab ko'rdik, yaxshi o'xshadi. O'sha siz bitta oyog'ini olishdan oldin u sizga jigaringizga tepgan paytda siz kutdingizmi shu narsani yoki o'z refleksga kirib tushib oldingizmi? Menga ta'sir qilmadi, tegmadi, nima bo'ldi bilmadim. Keyingi janglar qachon bo'ladi? Keyingi jang xudo xolasa o'zi hozir 3 oy Ziborda yurdim. Shu uchun sal ozgina uydagilar bilan vaqt o'tkazib, keyin adashmasam yilda oxirigacha 2 ta urishmoqchiman. Bir oktyabrda, dekabrda urishmoqchiman nasib. Xudo xolasa. Ancha vaqt jang ko'rmading va oyog'ingiz tuzaldi. Hozir hammasi joyida. Shu uchun yilda oxirigacha tez urushib, iloj bo'lsa bu yil mana shu yilda oxirigacha topga kirish niyatim bor, xudo xolasa.
Xudo xohlasa do'stlar, hamyurtimizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xohlasa reytinglar, janglarni o'tkazib, kamarlarni olib kelishini tilab Xudo qolamiz. xohlasa rahmat katta. Abdusha. Bo'l, polvon. Kelaman gaplashamiz. Hojagan bilan ketamiz. Ziyoratlar qabul bo'lsin. Hoji bola ham Amerikaga viza olib ketyapti. Qorakalar yangiligida deyapti. Qachon ketamiz? Ertaga ket deyapti. Hozir emas, keyin dedi.